Eng uzoq uxlaganingiz necha soat bo'lgan? 10 soatmi? 15 soatmi? Agar 300 yil uxlaganingizda o'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Ha, 300 yil davomida uyquda bo'lgan odamlar bor. Bugun biz bir davrda, ammo boshqa hududlarda yashab, bir-birlaridan bexabar holda Allohga iymon keltirgan kishilar haqida suhbatlashamiz. Ya'ni bugun Ashabul Kahf haqida gaplashamiz. Deyarli barchamiz Ashabi Kahf haqida kattalardan yoki boshqa odamlardan eshitganmiz. Ammo Ashabi Kahf deganda bir necha yuz yil davomida uxlatib qo'yilgan 7 nafar yigitni tushunamiz. Aslida esa ularning aniq soni bizga ma'lum emas. Bu qissadan o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa ularning soni emas. Bu yigitlar aslida kim edilar? Nima uchun xalqdan ajralib chiqdilar? Nima uchun ular 300 yil uxlatib qo'yildilar? Ular nima qilgan edilarki, Qur'onda zikr qilinishdek baxtga sazovor bo'ldilar? Keling islomiy va boshqa manbalar soyasi ostida Ashabi Kahf qissasini birgalikda tinglaymiz. حن قلبي للمدينة لرسول الله. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan avvalgi davrlar edi. Nasroniylik dini hali to'liq o'zgartirib yuborilmagandi. Uchlikni rad etib, Allohning yagona ekaniga iymon keltirgan Iso alayhissalom izdoshlari Isoviylar bor edi. U davrlarda Rim imperiyasi butparastlik e'tiqodida edi. Ular o'zlari bunga ishonishlari yetmaganidek, butparastlikni rad etib, Allohni bir deb e'tiqod qiluvchi Iso alayhissalom izdoshlarini o'zlarining dinlariga kirishga majburlardilar. Bu uchun qattiq harakat qilardilar. Avvalgi diniga qaytmagan Iso alayhissalom izdoshlarini eng azobli o'lim qiynog'i bilan jazolardilar. Masalan, ularni xochga osib qo'yib, olov bilan gulxanda yoqib yuborardilar. Bu yigitlar bir vaqtda yashaganlar, ammo bir-birlaridan bexabar edilar. Ular rimliklarning butlariga qurbonlik qilish marosimiga qatnashishdan bosh tortib, imkon bo'lishi bilan hech kimga sezdirmasdan aholidan uzoqroqqa ketib qolardilar. Bir kuni odamlar shoshilib qolishdi. Buning sababi Rim xoqoni shaharga tashrif buyurayotgandi. Shuning uchun Rim hokimi yana ham ko'proq Iso alayhissalom izdoshlarini butparastlikka qaytarishga harakat qilishni boshladi. Ularni qattiqroq ezib, azobladi. Ularning maqsadi Rim imperatori kelguniga qadar shaharda birorta isoviy qoldirmaslik edi. Ammo u ba'zi odamlarni, o'zlarining oralaridagi ba'zi odamlarni hisobga olmagandi. Alloh taolo belgilangan vaqtgacha bu odamlarning iymonidan Rim hukumati xabar topishini istamadi. Xuddi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida bo'lgan voqea kabi. Makkaliklar u zot alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganlarida Allohning yordami bilan mushriklar g'ordagi ikki do'stni topa olishmadi. Nihoyat kutilgan kun keldi. Shahar zodagonlari Rim imperatori qarshisida navbatma-navbat tiz cho'kib, o'z sadoqatlarini izhor qildilar. Iymonini maxfiy tutgan Ashabi Kahfdan bir yigitning navbati keldi. U Allohga bo'lgan iymonini e'lon qilish uchun eng yaxshi vaqt shu deb o'yladi. Alloh uning qalbini mustahkamladi. Xoqon qarshisida turgan yigit baland ovoz bilan quyidagi so'zlarni aytdi. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Bizning Robbimiz osmonlar va yerning Robbidir. Undan o'zgani hargiz iloh deya duo qilmaymiz. Agar shunday qilsak, nohaq so'zni aytgan bo'lurmiz. Kahf surasi 14-oyat. Yigitning jasorat bilan aytgan bu so'zlari boshqa iymonli yigitlarning jasoratlarini ziyoda qildi. Barchalari chiqib, yashirib kelgan iymonlarini e'lon qildilar. Ular Rim zodagonlari qarshisida iymonlarini oshkor qildilar. Yigitlarning qarshisida turgan Xoqon ularning og'zidan chiqayotgan haqiqatlar oldida o'zini kamsitilgandek his qildi. Imperatorning atrofidagilar yigitlarni qatl qilishni istashdi. Ammo imperator agar ular qatl qilinsa, bu voqea butun imperiyaga tarqalib ketishini, xalq yigitlarni qahramon deyishini yaxshi bilardi. Buni istamagan Xoqon yigitlar avvalgi dinlariga qaytishlari uchun ularga 3 kun muhlat berdi. Ammo bu yigitlarni hech qanday qiynoq iymonlaridan qaytara olmasdi. Yigitlar shaharni tark etish uchun yo'lga tushdilar. Oxiri Allohga tavakkul qilib, o'zlariga ergashib yurgan Qitmir nomli it bilan birga o'zlari topgan g'orni boshpana qildilar.
Bu g'or Angelus tog'ida degan fikrlar bor. Yigitlarni ushlab olish uchun g'orga quvlab kirgan odamlar qo'rquvdan qochib chiqib ketdilar. Bu yigitlar shunday g'orda qanday qilib 300 yil yashadilar? Buni Kahf surasidagi oyatlardan tushunib olishimiz mumkin. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Ularni uyg'oq deb o'ylaysan, holbuki uxlab yoturlar. Ularni goh o'ngga, goh chapga ag'darib tururmiz. Itlari esa ostonada old oyoqlarini cho'zib yotur. Gar ularni ko'rsayding, ortga o'girilib qochar va ulardan qo'rqinchga to'lar eding. Kahf surasi 18-oyat. Va nihoyat bir necha 100 yillardan so'ng yigitlar uyg'onishdi. Ular qancha uxlaganlarini bilishni istadilar. Ulardan biri bir kun yoki bir kunning ba'zisicha qoldik dedi. Ular asrlar o'tib ketganidan bexabar edilar. Uzundan uzoq uyqudan so'ng och qolgan ashabi Kahf o'zlaridan bir yigitni diqqatli bo'lish va maxfiy yurish sharti bilan shaharga yuborishdi. Yo'lda ketayotgan yigit g'alati narsalarga duch keldi. Ular bir necha kun uxladik deb o'ylagan hollarida shahar butunlay o'zgarib ketgan edi. Butxonalar o'rnini ibodatxonalar egallagan. Atrofda butlar ko'rinmasdi. Odamlar faqat yagona yaratuvchi zot haqida suhbatlashishardi. Yigitlarning imperator huzurida yagona iloh haqida aytgan so'zlari boshqalarning iymon keltirishlariga sabab bo'lgandi. Odamlar yog'och va toshlardan yasalgan soxta ilohlarga ishonmay qo'yishgandi. Avvallari yagona Allohga iymon keltirganlar iymonlarini yashirardilar. Ammo endi butlarga ibodat qilish va buni oshkor qilish mushkul bo'lib qolgandi. Atrofdagi ajoyib o'zgarishlardan hayratlangan bu yigitning ko'zi non sotilayotgan do'konga tushdi. O'zi va do'stlari uchun non sotib olmoqchi bo'ldi. Non haqini to'lash uchun kumush tanga uzatdi. Novvoyxona egasi bu yigit xazina topib olgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Chunki bu tanga bir necha asrlar avvalgi davrga tegishli edi. U bu haqida hukumat a'zolariga xabar berdi. Qasrga olib kelingan yigit nihoyat haqiqatni tushunib yetdi. Ular 1-2 kun emas, bir necha asr davomida uyquda bo'lgan ekanlar. Alloh taolo ularni shuncha vaqt uxlatib qo'yishida shubhasiz bir hikmat bor edi. Yigitlar uyg'ongan davrlarda odamlar oxirat haqida shubhada bo'lib, qayta tirilish haqida bahslar ko'paygan edi. Yigitlarning bir necha asr o'tib uyg'onganlaridan odamlar bir narsani tushunib yetdilar. Hayot Allohning qo'lidadir. U zot istagan bandasiga istaganicha umr beradi. Agar istasa bandalarni shu yigitlardek 100 yillab uxlatib qo'yadi. Alloh taolo xohlasa qabrda o'lik holida uxlab yotganlarni ham xuddi shunday tiriltiradi va bu u zot uchun qiyin emasdir. Chunki yigitlarni uyg'otgan Alloh barchamizni o'limimizdan so'ng tiriltirishga ham qodirdir. Bundan so'ng minglab odamlar Kahf sohiblarini ko'rish uchun g'or og'ziga to'plandilar va bir necha asrlardan buyon shu yerda bo'lgan yigitlarni ko'rdilar. Odamlarning oxiratga, xususan Alloh o'liklarni qayta tirilishiga bo'lgan iymonlari mustahkam bo'ldi. Yigitlar odamlar ularni ko'rganlaridan so'ng g'orga qaytib kirdilar. Barchalari o'zlarini uyg'otgan Robbilariga ibodat qilish uchun sajdaga yiqildilar. So'ngra qiyomat kuniga qadar davom etuvchi uyquga ketib vafot etdilar. Bu voqeadan keyin Rim aholisi ular uxlab yotgan joyga ibodatxona qurib oldi. Oxirat dalili o'laroq o'zlarining vazifalarini tamomlaganlaridan so'ng g'or egalari qissasi yakuniga yetdi. Yigitlar Robbilariga iymon keltirgan mu'min edilar. Ular butparastlik yana qancha davom etishi haqida, haqiqat qachon qaror topishi borasida qayg'urardilar. Ular Iso alayhissalomga nisbat beriluvchi quyidagi so'zlarga ishonardilar. Zulmatda so'zlaganlaring tongda eshitiladi. Ichkari xonada quloqlarga shivirlagan so'zlaring tomdan turib e'lon qilinadi. Ularning yagona tashvishlari biz o'sha kunlarni ko'rarmikinmiz degan o'y edi. Alloh ularga istagan kunlarini ko'rsatdi. Xuddi shu narsa Makka fathida ham takrorlandi. O'shanda butlar sindirilib, Makka ko'chalarida Ka'baning tomidan haqiqat baralla e'lon qilindi.
O'shanda odamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam quyidagi oyatni tilovat qilgan edilar. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Va haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zotan botil doimo yo'q bo'lguvchidir deb ayt. Isro surasi 81-oyat. Bugungi kunda ba'zilarimiz dunyo va odamlarning holatini ko'rib, odamlar qachongacha shu holda davom etarkinlar, qachon haqiqat ustun bo'ladi deya qayg'uramiz. Hatto ba'zida umidsizlikka tushib qolamiz. Ammo Ashabul Kahf qissasi bizga umidsiz bo'lmaslikni o'rgatuvchi eng yaxshi ibratdir. Makka fathi ham buning yorqin ko'rinishi. Nima uchun olamlarga rahmat bo'lmish payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning izdoshlari bugungi kunda 2 milliardga yetdi? Chunki u zot alayhissalom o'zlarini yaratgan Robbilari Allohdan boshqa hech kimga suyanmadilar. Chunki u zot alayhissalom bu dinning Robbisi, albatta uni ustun qilib qo'yishini bilardilar. Shuning uchun ham Makka zodagonlari u zotga katta takliflar bilan kelishganida, agar o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni tutqazsalar ham, bu ishimdan qaytmayman. Yo Alloh bu dinni ustun qiladi yoki men shu yo'lda vafot etaman deya ularni rad etdilar. Chunki u zotning maqsadlari dunyo emas, ma'naviyat, yolg'on hokimiyat emas, haqiqat edi. Bu yo'lda vafot etish u zot alayhissalom uchun sharaf edi. U zot sallallohu alayhi va sallamga hayot bir marta berildi va u ham shubhasiz Allohning qo'lida edi. Kim nima deyishdan, kim nima qilishidan qat'iy nazar, Alloh taolo o'z nurini yo biz bilan yoki bizsiz tugal qiladi. Alloh taolo nurini batamom qilishda bizga muhtoj emas, ammo bu nur bizning najotimiz bo'lgani uchun ham biz uning bir qismi bo'lishga muhtojmiz. Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l.